Keling opa, assalomu alaykum. Nima kerak edi? Ikkita rolton bilan bitta non bering. Bo'ldi opa, hozir. Yogurtni ham qo'shib hisoblab beray. Yo'q, shular yetadi. Bo'ldi, mana siz 14 ming bo'ldi. Mas'ula. Zo'r narsa ekan, ha? Kim u? Yangi kelgan ijarachi. Eri yo'q ekan. Eri yo'q ekan. Shuncha paytgacha ko'ngliga bir qo'l solib ko'rmadingmi? Qaysarot akanda oldiga yaqinlashtirmayapti. Chavandoz bassizlarda sizlar. Otqani minishni bilmaysizlar. Qizim, qanisiz? Assalomu alaykum, aya keldingizmi? Yana roltonmi? Yogurt olib kelmadingizmi? Qizim, uyimizga ijara pulini berib olaylik. Keyin sen ko'pgina yogurt olib kelib beraman, xo'pmi? Xo'p, aya. Xo'p, qizim, sen oshxonaga kirib turgin, mana shunda sizlarni alishtiribsizga, keyin senga tayyorlab beraman. Tuzuymisan, nimaga kech qolding? Qaynam aldab chiqish oson bo'lmadi-da. Hozir 1 minut. Allo, Nodir aka. Ha, nima deysan? Ana ijaramiz pulini so'rab kelyapti-da, shunga aliment tashlab berasizmi, deyapti-da. Yo'q, pulim topganda beraman. Nima deganingiz bu? Uyalmaysizmi? O'zi aliment 350 ming qilib to'g'lab qo'ygan bo'lsiz, shunda ham 8 oydan beri berganingiz yo'q. Qizig'im asarlarda hayotingni tushundingmi? Yo'q, pulim karotchi. Bor yo'qol. Noinsof bolaga zo'r bo'lgur. Shu yolmog'iz xotiningizdan ajrashib olib turmadingiz-a? Ha, mayli, asabiyni buzma. Necha soat vaqting bor? 2 soat vaqtim bor. Ha, bo'pti, ketdik, bir joyga borib ovqatlanaylik. San Nodirga telefon qilib tur. Men yangiroq kiyim olib olaman. Keling aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir qator yangiroq so'rashlaysan ko'rsatib oling. Aka, sizdan 290 ming bo'pti. Adashib kam hisoblab olamadingizmi? Yo'q, aka, adashmadim. Levla do'konimizda narxlar shunaqa arzon-ku. Shuni tezda ketaverasiz. Tushunib turgin, o'rtoqlarim chaqirib qoldi. Shu safar shunaqa bo'lib qoldi. Shu bilan vaqtincha ko'rishmay turamiz. Nega tinchlikmi? Erim safardan kelyapti. Ha, umi, kecha sindoshlar yuripasi yozgandek bo'ldi. Ha, mayli, bir gap bo'lar, bir narsa qilamiz.